Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana hozir motobloglarimizda narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mana Motokama firmamizdan 7 otkishi motoblogimiz balonlari 400 ga 10 balon, 4 qatorli pichoqlari bilan pachimli balon bo'ladi. 360 gradusga buriladigan. Narxiga keladigan bo'lsak 3.900.000 so'm qilib beramiz. Bundan keyingisi mana Texa firmamizdan original motoblogimiz balonlari 10 ga 400, pichoqlari 4 qatorli bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak 3.900.000 so'm qilib beramiz. Mana bundan keyingi motoblogimiz 7 otkishi motoblog bo'ladi. Buni ham pichoqlari 4 qatorlik bo'ladi. Baloni 8 ga 400 balon. Narxiga keladigan bo'lsak 3.400.000 so'm qilib beramiz. Bundan keyingisi mana Fora firmamizdan tegishli 7 otkishi motoblogimiz. Buni ham pichoqlari 4 qatorli bo'ladi. Komplekti. Narxiga keladigan bo'lsak 3.600.000 so'm qilib beramiz. Bundan keyingi motoblogimiz mana Power Edge firmamizdan 9 otkishi motoblog bo'ladi. Pichoqlari 4 qatorli, 9 ga 9 motor. 9 korobkalik. Narxiga keladigan bo'lsak 5.800.000 so'm qilib beramiz. Kimga shunaqa motobloglar kerak bo'lsa, manzil Yangiobod bozor mana kelaverishda. Mana shu joyga joylashgan. Murojaat uchun boshqa raqamlarga aloqaga chiqasizlar.